Musa alayhissalom duosidan boshlaymiz. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Inshaalloh Qirg'izistondan Rossiyaga bugun safar qilamiz. Hozir baklashka zavodiga kelyapman. Inshaalloh katta kolичествоda baklashka zakaz qilib Rossiya davlatiga jo'natamiz va o'zim ham shu yoqqa borib Rossiyadagi ishlarni davom ettiramiz. Qirg'izistondan поставщикlardan tovarlarni ko'rib zakaz qilib qo'ldan kelgancha sovordik. Biz yetib borguncha borib qoladi. Qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. G'oyibona duo qilib turinglar inshaalloh. $250,000 qarzni asta-sekinlik bilan qaytaryapmiz. Hech qachon tushunmagan sohalarga investitsiya qilmanglar. Eng katta tavakkal bu tavakkal qilmaslik degan Facebookda asoschisi shunga ham amal qilish kerak ekan. Katta foyda deb odam o'tdan cho'qqa o'zini urmash kerak ekan. Men ham xohlamagandim 29 yoshda. Ya'ni 27 yoshda hamma narsamni yo'qotdim. 7 ta do'kon, bir nechta mashina va 10 dan oshiq ishchim bor edi. Endi asta-sekinlik bilan inshaalloh to'g'rilaymiz hammasini.